Hayırlı tun bolalar, hammaga salom. Bugun men birinchi Minecraft kanalimni ochdim. Bugundan men o'zim yerimda yashayman. Выживание qilib, meni go'rdlarimgacha hamma bor. Bu yerda ama odamlar yo'q. Keyingi videoda mana shu modlarni ko'chirishni o'rgataman hammaga. Oxirgacha ko'ringlar va podpiska bosinglar. Obuna qo'yinglar. Hozir tvortiska tushadi. Agar mana shunaqa bo'lmasa, mana pastga tushasizlar. Operatorda yoqasizlar. Tvortiska qilasizlar. Уже mayaklar qo'yilib bo'libdi. Mana Gattoy bashnalar mazza qilib yashaverasizlar bolalar. Mana shu videodan keyin ertaga уже chiqar. Polni qilib bo'laman hamma mashqlarni. Yana ham qo'shaman. O'zim qilganlarimdan. Endi sizlarga pasxalka mana shu taraflarda o'ta ham ko'p derevyalar bor. Mana уже birinchisi. Bundan keyin ana u tarafda yana borsanglar, yana 3 ta derevya bor yerda. Men hamma yoqqa borib chiqqanman. Endi sizlarga eng zo'r komanda hozir. Agar oldinglarda hamma moblarni o'ldiraman desanglar, mana shu komandani yozib turib, shunda o'ldirib borasizlar. Mana bu yerda golemlar turibdi. Inglizcha o'rganib olinglar. Mana hamma o'lib ketdi men oldimdagi. Keyin boshqatdan mana qilib qo'yib chiqsanglar bo'laveradi. Например, bunaqa razvaritlar, разбойникlar xohlagan narsalaringizni qo'yib chiqsangiz bo'laveradi. Shundan keyin videomiz tugashiga kelyapti. Endi sizlar bilan xayrlashib olay. Sizlar bilan men bo'ldim. Lunitoy.